10 milliondan 13 milliongacha baho aytilyapti. 3 oylikdan 6 oylikgacha bo'lgan toylarimiz. Bitta baytala bor ekan mana bu. 4 million 400 dan tanlab olishga optiminasini 30 berishar ekan. Hozir borib yemlayverasizlar bular tayyor. E'tiborli obunachilar, menga Qo'chqorda toza hisorisidan bormi deganlarga mana bozorga chiqib qolibdi inshaalloh. Akalar toza hisorisidan. Yoshlar necha yoshdan aka? Kitishdan. Hammasi 2 yashardan. Voy maşallah. Hammasi kitishdan aka. Takani ish bu qilishdi aka? 2 million qilishdi aka. 2 million. Evet. Juda 2 millionga qo'shilsa yuboriladi. 11.99. Bo'ldi yaxshi aka. Necha pul bo'ldi bu echki? Necha bo'ldi? 23. 2 million 300 bo'pti mana. Semiz ekan. Zotdor ish kelgan akalar. 2 million. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuniga payshanba 25-sentyabr 2025-yil. Hurmatli obunachilar, biz hozirda Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa Chorva qo'y bozorlaridan o'z video syomkalarimizni olib boramiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da qiziq videolarni kun davomida inshaalloh chiqarib boramiz. Bundan buyog'iga bozor narxlarini muntazam ravishda chiqarib borishga harakat qilamiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab bittadan like bosib tursangiz motivatsiya bo'ladi, hurmatli obunachilar. Va xolasa sizlarga realniy narxlarni ko'rsatib boramiz. Boshladik o'sha videolarni. Kelar savdo bo'layotgan varianti, savdo avjida bozor. Biroq qaysi savdo bo'lyapti? Men bilan o'z chekkada. Tashqaridagi. Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz. Ikkita sog'lig'imiz 11,5 million savdosi bo'lyapti mana akalar. Buni 7 million baho aytilyapti. Qadrdonlar, qiziqanlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerlarni qoldirishga harakat qilamiz. Eng katta savdolar mana shu turibdi. Bozor bo'yicha hozirda. Bu qo'ylar endi yaylovda yurgan qo'ylar akalar. Tavsiya qilib qolaman, mana shu qo'ylarni olib yem bersalaring, mana shu yaltirab, yana ham bagat yiroq, qoptorgan. Qo'rin sopibdi o'zi qo'ylar. Bular nomerlarni aytavering. 94 077 1918. Necha oylik bo'g'oz bular? 3 oy plus minus. 3 oy plus minus qattiq qo'ylari. Bular bo'stonni qo'ydi. Bo'stonni qo'ylar yeb ishlagan netasi bor. Nechta bitta? 10 don. Bo'ston. Bo'ston. Birodarlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. 7 milliondan baho aytilyapti, shama bor. Abdullohuz aka. Abdullohuz. Asa akamiz ikkitasini 11,5 million savdo qilyapti mana shu to'plar akamiz. Ikkitasini 11,5 savdo qilyapti. Bittasi mashida, Ibrohim? Bu asmi? Ha, mana shu ikkovi 11,5 savdo qilyapsizmi aka? 11,5 savdo. Bozorlarni bersan. Qadrli obunachilar, menga Qo'chqorda toza hisorisidan bormi deganlarga mana bozorga chiqib qolibdi inshaalloh. Akalar toza hisorisidan. Yoshlar necha yoshdan aka? Kitishdan. Hammasi 2 yashardan. Voy maşallah. Hammasi kitishdan aka. Nima deysiz aka? Yana 3tasi bor. Yana 3ta sherigi ham bor ekan. Bu bo'ylari 95 ha? 95. Biriga boradi, 95 plyusga olaverasizlar akalar. Xo'p, bular ozmuncha arag'u, lekin bo'ylari uzun Qo'chqor ekan. Haqiqiy zot yo'nalishiga aka bular. Nech bundan aka pullari? 8dan. 8dan kam bormi? Xo'p, nomerlar necha aka? 95lik. 95lik 310 310 71 07. 71 07 mana ikkita akalar. 310 71 07 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar mana akalar. 23 soat, bemalol 1 soat dam olishlarga olasiz. Aka, bozordan bersin. Savdolar nech puldan bo'ldi aka? Aytib ko'raylik. Realni qizigan yo'q, 8 ot beriladi, hozir xudo olasa. Bo'ldi. Akalar mana Qo'chqorda yaxshilaridan. Akalar mana sizlarga endi sotilgan narxlarni ko'rsatib o'tamiz. Bular aka baylaqlar sotildimi to'rttasi? Yo'q, savdo bo'ldi. Ha. Yangi baylab bersiz, arg'amchi necha puldan qilishdi? 5 ta ekan aka. 5 milliondan. 5 milliondan qilib bermadingiz. Bitta ashi, mana u, uni necha kilo bor aka triveslari? Trivesi 70 kilo. 70 kilo. Qo'za bular. Necha puldan berib olasiz aka? 5 o'n bir joyga olishsa. 5 o'ni 52 dan beradi. 52 dan. Nomerlar necha aka? 90lik 164 31 81 raqamga aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Hali qo'zicha olganda mana shu yaxshigina 3 millionga sutemli Qo'chqor sotishyapti aka. Uni bunchalik qilguncha vaqt o'tib ketadi akalar mana. 5 million 200 dan bo'lsa berib yuboramiz deyaptilar. 5 ta Qo'chqor. Agar mana shu xo'rada hammasini olib sotib berasiz aka. 5 tanga o'tib beradi. 5 dan o'tib berar ekanlar mana aka.
Bozoringiz bersin-chi. Nomerlar qoldirdi. Hurmatli obunachilar, mana sotilgan varianti bu bitta ena bola, bolasi so'liq. Enasi 6 yashar, 3-bolasi, mana shu bolasi. Keyin mana bitta qo'zi, mana ikkovi egiza, sariq bilan xo'novi. Mana sog'liq. Ular o'xshi 5 ta, bitta qo'chqorcha xolos. Qo'zilar ichida hammasini ichida bitta mashq qo'chqor xolos. Hammasi necha pul bo'ldi, ustoz? 11 million 700 bo'ldi 5 ta. 11 million 700 mingga baraka bo'ldi mana 5 o'g'il. Bitta qo'chqor sariq, qolgan hammasi sog'liq. Ena bola, Nariga ena bola ekan. Gap yo'q, arzon o'tdi. Necha pul bo'ldi bu echki? Necha bo'ldi? 23. 2 million 300 bo'pti mana. Semiz ekan. Zotdor echki ekan akalar. 2 million 300 mingga mana echkimiz sotildi. Takani necha pul qilishdi aka? 2 million qilishdi aka. 2 million. Evet. Juda hidi bo'ladi aka buni, ha? Bu e'tiborlari yaxshi suysa bo'laveradimi aka? Ichi buzganmi? Qo'y echkiga qo'shsa ham bo'ladi, 2 yashar. Ha, 2 yashar. Mana, yana 2 millionga bermabdilar. Qo'shilsa beraveradi. Bitta qo'zichaqda pul ekan-da, ha? Bitta qo'zichaqda puli. Nomerlar necha aka? 50 50 750 750 1199. 1199. Nomer ham taka bo'lsin, sutlaysin mana. 1189 2 millionga qo'shilsa yuboriladi mana. 1199. Bo'ldi yaxshi aka. O'sha akamizga aloqaga chiqarasizlar. Hozirda obunachilar mana endi keyingi navbatda qo'zi so'ragan obunachilarimiz ham juda ko'paydi. Hozir to'g'ri tushunasizlar. Qo'zilar o'zi juda qo'zilar mana katta bo'ldi. Juda to'qli variantlari bular. Bular qo'chqormi hammasi aka? Hammasi qo'chqor. Bu kichkina nechi pul aka? 3 million kami bor. Nechi pulgacha bor aka bu yerda? 3,5 milliondan 3 milliongacha. 3,5 million 3 million. Endi kami bor aytilgan ahlarda aka. Xo'p, nomerlar necha aka? 91lik 325 91 90. Shu zo'r qo'chqor ekan-a. Uni necha pul savdo qilishdi aka? 32 qilishdi mana shu qo'chqor akalar. Oladigan narsa ekan lekin bor. Mana akalar, tavsiya qilib qolamiz. 3 milliondan 3,5 milliongacha qo'chqorlar olgan. Shu bo'ydor ham yaxshi ekan. Yonni gavaritlari ham hamma o'zi olgan. Hech ko'rasizlar mana. Suvoyi buzuq bo'lsin, bo'ydor bo'lsin degan obunachilarimizga. Bo'ylar 90 bor ha? 90 tevasida nihoyatda katta qo'ylar ekan. Yoshlar necha yoshdan? 6 ishdan, kecha 12. 6 ishdan. Bo'g'ozmi qisirmi bular? Mana, tishlar to'ldiring. Bo'g'ozmi qisirmi? Bo'g'oz. Bir ikki marta bola olsa bo'laveradi, albemalol ha. Chaqar joyda boqsang ham 5-6 marta olsang ham bo'ladi oxirida boqib. 3 oylik bormi? 3 oylik. 3 oylik bor ha. Endi hozir qo'ylar yozda endi qochayotgani ham bor-ku. Bu yerda qochgan ham. U sog'ir ekan akalar. Mana shu qo'ylar yem yesa bor-ku, haqiqat havas qiladigan qo'ylar bo'ladi. Hozir ham havas bo'ladi. Ariq ekan, bo'yi bor ekan. Nech pul ekan uni puli? 10 million qilishyapti hozir. 5 dan bermayapsiz. Xudo xolasa akalar mana shu qo'ylarni 2 oy boqasizlar. 47 ga buni 50 ga so'rashyapti. Yo'qsa donasini 10 millionga sotasizlar-da. Endi balki 2 millionga sotishlar ham yo'q, bozor. Bo'g'ozlari bor. Bular bo'g'oz. Ham ena bola, ham bo'g'oz, ham semiz. U nihoyatda semiz ekan bu qo'ylar. Ikki ena bolami? Ena bola. Bolasi necha yosh bolasi? Endi tish buzyapti. Endi tish buzyapti. Ena nechinchi bolasi bu o'zi? Birinchi bolasi, endi ikkinchisi. Qonida ikkinchisi ekan. Bu nechi pul? Lekin uni 11 million qilishyapti. 11 million bozor savdosi bo'ldi, berilmadi. Bu ham ena bola. Ena bola. Mana qaranglar akalar, sariq ena bola. Oq ena bola, sariq ena bola so'raganlarga. Ham bolalari ham bo'g'oz, enalari ham bo'g'oz, ha? Bu ham bo'g'oz, ha? Bu ham bo'g'oz. Bu ham bo'g'oz. Bu ham birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Bu nechi pul ena bola? Butunaki 7 million bo'lsa Beriladi. Cho'tib ham berasiz-a? hozir 68 qilishyapti. 68 qilishibdi. 7 million bo'lsa beravergan. Bolasi sog'liq. Birinchi tug'ish, qonida ikkinchi xudo xolasa. Xo'p, nomerlarni ayting endi. 94lik 077 0313 raqamlarga aloqa qilib endi qo'zi so'raganlar qo'zini udallari bor ekan. Ular telefon qilsalar ish bitadi akalar. Narx-navolar yengil yorib o'tib ketdik. Sizlarga biz mana bo'lgan narxlarni lekin men qo'y tavsiya qilaman, qo'ydi zo'r ekan. Hurmatli obunachilar, mana go'sht yo'nalishiga tayyor qo'chqor so'raganlarga. Qirg'izistonniki bular. Qirg'iziston qo'chqorlari qo'zimiz ish buzganmi?
Tish buzganlari ham. Oldi tish buzgani ham bor, qo'zisi ham bor. Xo'p, necha kilo bor bir tirishlari? 60-65 kilo yon berdi. Necha bundan pullari? 44 dan kami bormi? Optimalni sotib berasiz. Tanlab olganga o'sha narxmi? Tanlab olganga 4 million 400 dan, optimal olganga o't beriladi. Nechta o'zi bu yerda? 15 ta ekan. Mana keling, tavsiya qilib qo'yamiz. 4 million 400 dan tanlab olishga optimal olsang o't ham berishar ekan. Hozir borib yemlayverasizlar bular tayyor. Etlarni o'sha aytyapman-da, bo'ykimaydi, yem bersam, ha? Xudo xolasa garantiyalari bor-a? Bir xatda garantiyasi bor. Nomer necha? 91lik 659 52 52 raqamlarga aloqa telefon qilaverasizlar akalar. 52 52 659. Qadrdonlar, mana Qo'chqor zo'r-zo'r. Bitta ikkita kichikroq bo'lsa o'tib ham berasiz, qadrroq. Uyda ham bor. Yangi to'y marosimiga songan 100 tacha qo'ylari bor ekan. Bemalol telefon qilib kiraverasizlar. Qo'y bo'ladi, bo'ladi, pasiyanda. Bozorlayversin. Hurmatli obunachilar, mana videomizda eksklyuziv video bo'lib ketdi. Mana toy so'ragan akalarimiz, yana toylar chiqibdi. Bular hammasi erkak aka. Mana shu qora baytalar, yana. Yana bor, qolgani ham, bekasi ozroq olib chiqdi. Mana shu yana bor, seroq. Bular qatdan kelgan o'zi aka? Bular Qirg'izdan o'tgan. Qirg'izistondan Bizdan o'tgan. olib kelganmiz. Ha, bular o'zlari olishgan, olib o'tib berishgan, ha? Ha. Bular necha oylik aka? 3 oylikdan 6 oylikgacha. 3 oylikdan 6 oylikgacha. Xo'p, narxlari necha puldan aka? Narxi bularda 10 milliondan 13 milliongacha kami bor. 10 milliondan 13 milliongacha kami bor ekan akalar, mana. Tavsiya qilib qolamiz. Otlarga qaranglar akalar. Ot ishqibozlari bormi, zoti qanaqa bo'ladi? Ot tushunadiganlar yozib qo'yinglar. Endi biz tavsiya qilaveramiz, o'zlaring A'ga qarab, B'ga qarab telefon qilib kelishaverasizlar. Aka nomerlar necha? 91lik 329 57 55. O'zingiz manzilingiz qayerda aka? Borib ko'rmoqchi. Mana shu Qumtepa deganda, mana shu Qumtepa bozorida oldida ekan akalar. Borib ko'rib bevasiz olaman deganlarga. Katta otlar ham bor. Katta uloqchi otlar ham bor ekan, mingi otlar. Tirikchiliklari mashi ekan, hammasidan bor ekanda. Adam yomon yeb qo'yapti otay, mana qaranglar. 10 milliondan 13 milliongacha baho aytilyapti. 3 oylikdan 6 oylikgacha bo'lgan toylarimiz. Bitta baytalar bor ekan mana bu. Qo'nular, ha? 1 yashardan 15 milliondan. Nima kami bor, ha? Hamma aytib beringlar mana akalar. Mana shu narigisi baytalangan qorasi. Birinchi qo'l arzon. Qasiyaq qolaveramiz. Ha, 10 million pastda ham bor ekan. Ancha o't beriladi. Uyda bor. Ha, 8 millionga ham bor ekan akalar ot. Hali nevaramga, o'g'limga olib beraman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Hali juda xursand bo'lishadi-da, bo'zaychani bilgan. Tez katta bo'ladi bu ot.